Lola Yo'ldoshev ruhiy kasalligi sababli san'atni butunlay tark etdi. Shundaki tabiatan sokin va muloyim xarakteri bilan muxlislarga tanilgan Lola birdaniga Jahongir Otajonov yo'nalishiga o'tib, zombiga o'xshash raqslari va noodatiy stildagi kiyimlari kiygani uchun ko'plab kuzatuvchilar Lolani ruhiy kasallikka chalinganini ta'kidlashgan. Lekin san'atkor 27-sentyabr kuni shov-shuvli konsert dasturi yakunida 22 yillik san'atdagi qo'llab-quvvatlashlar uchun muxlislariga minnatdorchilik bildirib, san'atdan butunlay ketganini e'lon qildi va Instagramdan barcha videolarni o'chirib tashladi. Lola Yo'ldosheva qaytsin deganlar videoga like bosishni unutmang. Lola Yo'ldosheva ruhiy kasalligi sababli san'atni butunlay tark etdi. Shundaki tabiatan sokin va muloyim xarakteri bilan muxlislarga tanilgan Lola birdaniga Jahongir Otajonov yo'nalishiga o'tib, zombiga o'xshash raqslari va noodatiy stildagi kiyimlari kiygani uchun ko'plab kuzatuvchilar Lolani ruhiy kasallikka chalinganini ta'kidlashgan. Lekin san'atkor 27-sentyabr kuni shov-shuvli konsert dasturi yakunida 22 yillik san'atdagi qo'llab-quvvatlashlar uchun muxlislariga minnatdorchilik bildirib, san'atdan butunlay ketganini e'lon qildi va Instagramdan barcha videolarni o'chirib tashladi. Lola Yo'ldosheva qaytsin deganlar videoga like bosishni unutmang.